Pensionerlar, iltimos, hech qachon tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Ayniqsa sizga bu oddiy ariza. Faqat rasmiyatchilik. Imzo qo'ying, ishingiz tez bitadi. Sizga foydasi bor deyishsa, ikki qaror ehtiyot bo'ling. Men bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Bitta imzo pensiyangizga, uyingizga, merosingizga, qarz majburiyatingizga yoki ijtimoiy yordamingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga. Pensionerning farzandlariga va qarindoshlariga kerak. Hozir kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu gaplar ko'pchilikni katta muammodan saqlab qolishi mumkin. Avvallari ko'p ishlar og'zaki kelishuv bilan, tanish bilish orqali yoki oddiy ariza bilan hal bo'lib ketardi. Pensioner bankka borardi, mahallaga borardi, notariusga borardi. Unga mana shu yerga imzo qo'ying deyishardi. U ham ishonib imzo qo'yardi. Ko'pincha odamlar qog'ozni oxirigacha o'qimasdi. Chunki davlat idorasida aldashmaydi, bank xodimi noto'g'ri aytmaydi. Qarindosh-ku yomonlik qilmaydi degan ishonch bor edi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Hamma narsa hujjat bilan isbotlanadi. Sudda ham, bankda ham, notariusda ham, ijtimoiy ta'minot organlarida ham eng asosiy dalil bu sizning imzoingiz tushgan hujjat bo'ladi. Siz keyin men tushunmaganman. Menga boshqacha aytishgan. Men o'qimaganman. Men ko'zim yaxshi ko'rmaydi desangiz ham ko'p holatda hujjatdagi imzo birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun men bugun aynan qaysi qog'ozlarga ehtiyot bo'lish kerakligini, kimlar xavf ostida ekanini, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini va amalda nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Eng xavfli qog'ozlardan biri bu ishonchnoma. Ishonchnoma degani siz boshqa odamga o'zingizning nomingizdan harakat qilish huquqini berasiz degani. Masalan, pensiyangizni olish, bank kartangiz bilan operatsiya qilish, uy joyingizni sotish, avtomobilingizni boshqarish yoki sotish, hujjat topshirish, shartnoma tuzish kabi vakolatlar berilishi mumkin. Muammo shundaki, ko'p pensionerlar ishonchnomaning ichida aynan nima yozilganini o'qimaydi. Faqat pensiyani olib kelish uchun deb o'ylaydi. Lekin hujjatda barcha bank operatsiyalarini amalga oshirish, pul mablag'larini yechib olish, shartnomalar tuzish, mulkni tasarruf etish kabi keng vakolatlar yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, 68 yoshli ota kasal bo'lib, o'g'liga pensiyamni olib kelib tur deb ishonchnoma beradi. Agar ishonchnomada faqat pensiyani olish vakolati aniq yozilgan bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin hujjatda barcha bank hisobvaraqlaridan pul yechish, plastik karta bo'yicha ariza berish, depozitlarni yopish huquqi ham bo'lsa, o'g'il yoki boshqa vakil bu imkoniyatdan foydalanib, otaning yillab yig'gan pulini yechib olishi mumkin. Keyin ota men faqat pensiyani olish uchun bergandim desa, hujjatdagi matn tekshiriladi. Shu joyda bitta imzo juda katta zarar keltiradi. Ikkinchi xavfli qog'oz bu kafillik shartnomasi. Ko'pchilik pensioner men qarz olmayapman-ku, faqat kafillik qilyapman deb o'ylaydi. Aslida kafil bo'lish ham juda jiddiy majburiyat. Agar qarz olgan odam kreditni to'lamasa, bank yoki mikromoliya tashkiloti kafildan pulni talab qilishi mumkin. Pensionerning pensiyasi bankdagi mablag'i ayrim holatlarda boshqa daromadlari hisobidan undiruv bo'lishi mumkin. Bu yerda eng katta xato farzandim uchun imzo qo'ysam nima bo'pti? Jiyan vaqtida to'laydi. Qo'shnim yaxshi odam deb o'ylashdir. Masalan, nabira telefon yoki maishiy texnika olish uchun 15 million so'm kredit oladi. Buviga faqat tasdiq uchun imzo kerak, sizdan pul olmaydi deydi. Buvi imzo qo'yadi. Nabira 3 oy to'laydi, keyin ishsiz qoladi. Qarz ustiga penya, jarima, foiz qo'shiladi. Natijada 1 million so'm 24 million yoki undan ham oshib ketishi mumkin. Bank buga murojaat qiladi. Bu men telefondan foydalanganim yo'q desa ham, kafillik shartnomasida imzo bo'lsa majburiyat paydo bo'ladi. Shuning uchun pensionerlar kafillik hujjatiga juda ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchi xavfli qog'oz bu qarz tilxati. Tilxat oddiy qog'ozga yozilgan bo'lsa ham, unda siz pul olganingiz, qaytarish muddatingiz, miqdor va shartlar ko'rsatilgan bo'lsa, u keyinchalik dalil bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar men pul olganim yo'q, faqat tanishim aytgani uchun imzo qo'ydim deydi. Lekin qog'ozda men falonchidan 10 million so'm qarz oldim deb yozilgan bo'lsa, bu juda jiddiy. Pensionerlar ayniqsa bo'sh qog'ozga, to'liq yozilmagan blankaga, ustida matn bo'lmagan varaqning pastiga imzo qo'ymasligi kerak. Bu eng xavfli holatlardan biri. 4-chi xavfli qog'oz bu uy-joy bilan bog'liq hujjatlar. Oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, merosdan voz kechish arizasi, ulushdan voz kechish, doimiy ro'yxatdan chiqishga rozilik. Turar joydan
foydalanish huquqidan voz kechish kabi hujjatlar juda katta oqibatlarga olib keladi. Ba'zan pensionerga uy sizniki bo'lib qolaveradi. Faqat hujjatni tartibga solyapmiz deyishadi. Aslida esa uyni farzand nomiga hadya qilish, ulushdan voz kechish yoki boshqa shaxsga o'tkazish bo'lishi mumkin. Keyin munosabatlar yomonlashsa, pensioner o'z uyida begonadek bo'lib qolishi mumkin. Men ko'p uchratadigan vaziyat. Ona yoki ota, bolam menga qaraydi deb uyini hadya qiladi. Boshida hammasi yaxshi. 1 yil o'tadi, kelin bilan kelishmovchilik chiqadi, farzandning o'zi qarzga botadi yoki oilaviy nizolar boshlanadi. Uy allaqachon farzand nomida bo'lgani uchun ota-ona o'zini himoyasiz sezadi. Hadya qilingan mulkni qaytarish har doim ham oson emas. Shuning uchun uyimni bolamga o'tkazaman, lekin o'zim yashayveraman degan qaror juda puxta o'ylanish kerak. Agar shunday qilinadigan bo'lsa, albatta yashash huquqi, urbot foydalanish sharti, boshqa huquqiy kafolatlar bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashish zarur. 5-xavfli qog'oz bu davom yo'q. Pulimni oldim. Roziman degan mazmundagi arizalar. Bunday arizalar ko'pincha shoshilinch vaziyatda beriladi. Masalan, biror xizmat noto'g'ri ko'rsatilgan. Pensiya yoki kompensatsiya bo'yicha bahs bor. Qarindoshlar o'rtasida meros masalasi chiqqan. Ish haqi yoki nafaqa bo'yicha to'lov qilinishi kerak. Sizga mana shu qog'ozga imzo qo'ysangiz, qolgan ish tez bitadi deyishadi. Lekin qog'ozda mening hech qanday e'tirozim yo'q. Barcha pulni to'liq oldim. Kelgusida da'vo qilmayman deb yozilgan bo'lsa, keyin o'z huquqingizni talab qilish ancha qiyinlashadi. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ularga yordam beraman deb yaqinlashadigan odamlar ko'p bo'ladi. Ikkinchi navbatda ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitishi pasaygan, sog'lig'i sababli matnni to'liq tushunmaydigan pensionerlar. Uchinchidan bank kartasi, telefon, ilova, SMS kodlar qanday ishlashni yaxshi bilmaydiganlar. To'rtinchidan uy-joy, yer uchastkasi, avtomobil yoki omonati bor pensionerlar. Beshinchidan farzandlari kredit olishni, biznes boshlashni yoki mulkni o'z nomiga rasmiylashtirishni so'rayotgan pensionerlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz hujjatni to'liq o'qib, mazmunini tushunib, qaysi majburiyatni olayotganingizni bilsangiz, nusxasini qo'lingizga olsangiz, shoshilmasangiz, mustaqil maslahat olsangiz, xavf kamayadi. Lekin bu umuman xavf yo'q degani emas. Hujjatga imzo qo'yishdan oldin har doim oddiy savol bering. Men bu imzo bilan nimadan voz kechyapman? Kimga qanday huquq beryapman? Men keyin pul to'lashga majbur bo'lib qolmaymanmi? Bu hujjat mulkimga ta'sir qilmaydimi? Bu ariza kelajakda menga qarshi ishlatilmaydimi? Endi bir nechta hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, pensioner ayolga bankda yangi karta ochish kerak bo'ladi. Unga bir nechta qog'oz berishadi. U hammasiga imzo qo'yadi. Keyin bilsa, u qo'shimcha xizmatlarga, SMS xabarnomaga, sug'urta mahsulotiga yoki kredit limitiga rozilik bergan bo'lishi mumkin. Bunday xizmatlarning ba'zilari kichik puldek ko'rinadi. Masalan, oyga 10 ming yoki 20 ming so'm. Lekin yil davomida bu 20 ming yoki 20 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu ham pul. Shuning uchun bankdagi har bir bandni so'rash kerak. Bu majburmi, bepulmi, keyin pul yechiladimi? Bekor qila olamanmi? Ikkinchi misol, pensioner ota nabirasi kredit uchun kafil bo'ladi. Kredit 4 million so'm, nabira 6 oyda yopaman deydi, lekin to'lov qilinmaydi. Foiz va jarimalar bilan qarz oshadi. Bank kafildan talab qiladi. Otaning pensiyasi 2 million 200 ming so'm bo'lsa, undan ma'lum tartibda ushlab qolish masalasi ko'tarilishi mumkin. Ota, men keksa odamman, meni bezovta qilmang deydi. Lekin hujjat bor. Shu sababli men doim aytaman, farzandingiz bo'lsa ham, nabirangiz bo'lsa ham, kafillik bu mehribonlik emas, bu moliyaviy majburiyat. Uchinchi misol, bir kishi onasiga uy nomingizda turgani uchun subsidiya. Kredit yoki boshqa ishimiz yurishmayapti. Vaqtincha mening nomimga o'tkazib turamiz deydi. Ona ishonadi. Notariusda hadya shartnomasiga imzo qo'yadi. Bir necha oy o'tib farzand uyini garovga qo'yadi yoki sotadi. Ona keyin men vaqtincha deb o'ylagandim deydi. Hujjatda esa vaqtinchalik degan tushuncha yo'q. Hadya bu mulkni berish degani. Mana shu nozik farqni bilmaslik katta fojialarga olib keladi. To'rtinchi misol, pensionerga mahalla yoki boshqa joyda mana bu arizani yozing, sizga yordam chiqadi deyishadi. U o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin bilsa arizada u o'zini yordamga muhtoj emas deb ko'rsatgan yoki qandaydir to'lovni olganini tasdiqlagan bo'lishi mumkin.
Men bu barcha joylarda shunday bo'ladi demayman. Lekin sizning vazifangiz har bir qog'ozni tekshirish. Yaxshi xodim bundan xafa bo'lmaydi. Aksincha tushuntirib beradi. Agar kimdir nega bunchalik o'qiysiz, tezroq imzo qo'ying deb bosim qilsa, bu signal. Demak, shoshmaslik kerak. Albatta, har bir qog'oz xavfli emas. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, ma'lumotnoma olish, bank kartasini almashtirish, davolanish uchun yo'llanma, ijtimoiy yordamga ariza kabi odatiy hujjatlar bo'ladi. Lekin odatiy hujjat ham o'qilmasdan imzolansa, muammo tug'dirishi mumkin. Chunki hujjatning nomi ariza bo'lishi mumkin, lekin ichida rozilik, majburiyat yoki voz kechish bandi bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Yana bir nozik jihat. Elektron imzo, SMS kod va telefon orqali tasdiqlash ham imzo kabi oqibat berishi mumkin. Bugun ko'p operatsiyalar telefondagi kod bilan tasdiqlanadi. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, SMS kodni ayting, pensiyangiz tushadi. Kartangiz blokdan chiqadi. Kompensatsiya rasmiylashtiramiz desa, hech qachon kodni aytmang. SMS va kod bu sizning elektron kalitingizga o'xshaydi. Kod aytilsa, pul yechilishi, kredit rasmiylashishi, shaxsiy kabinetga kirilishi mumkin. Yana bir tuzoq bu bo'sh joy qoldirgan hujjat. Masalan, qog'ozda sana yozilmagan, summa yozilmagan, ism to'liq ko'rsatilmagan, shartlar keyin to'ldiriladigan bo'lsa, imzo qo'ymang. Hujjatda bo'sh qatorlar bo'lsa, ularni chizib qo'yish kerak yoki to'ldirilishini talab qilish kerak. Keyin yozib qo'yamiz degan gapga ishonmang. Hujjat imzo qo'yilgan paytda to'liq tayyor bo'lishi shart. Yana bir muhim masala. Notariusda rasmiylashtirilgan hujjat ham avtomatik ravishda siz uchun foydali degani emas. Notarius hujjatning shaklini rasmiylashtiradi. Tomonlarning shaxsini tekshiradi, tushuntirish beradi. Lekin baribir siz nimaga rozilik berayotganingizni o'zingiz tushunishingiz kerak. Agar matnni tushunmasangiz, menga oddiy tilda tushuntirib bering deb talab qiling. Agar o'zbek tilida tushunish oson bo'lsa, hujjat mazmunini o'zbek tilida tushuntirishlarini so'rang. Hech kim sizni shoshirishga haqqi yo'q. Yana bir nozik holat bu oilaviy bosim. Ko'p pensionerlar begonalardan emas, aynan yaqinlardan uyalib imzo qo'yadi. Bolam xafa bo'lmasin, kelin kuyov oldida noqulay bo'lmasin, nabiram meni yomon ko'rmasin deb o'ylaydi. Men insoniy tomonni tushunaman. Lekin huquqiy jihatdan imzo qo'yilgandan keyin hissiyot emas, hujjat ishlaydi. Agar farzandingiz haqiqatan ham sizni hurmat qilsa, sizga o'qishga, maslahatlashishga, 1-2 kun o'ylashga vaqt beradi. Agar hozir imzo qo'ymasangiz bo'lmaydi deb bosim qilsa, demak bu qarorni qayta ko'rib chiqish kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qo'yda hech qachon shoshilinch imzo qo'ymang. Sizga qog'oz berishsa, avval sarlavhasini o'qing, keyin birinchi banddan oxirgi bandgacha o'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, yo'ningizdagi ishonchli odamdan ovoz chiqarib o'qib berishini so'rang. Lekin hujjatdan manfaatdor odam emas, mustaqil odam o'qisin. Masalan, kredit olayotgan nabra emas, boshqa ishonchli qarindosh yoki mutaxassis. Ikkinchi qo'yda har bir hujjatning nusxasini oling. Nusxa berilmaydi deysa, sababini so'rang. Siz imzo qo'ygan hujjatning mazmunini bilishga haqlisiz. Telefoningiz bilan suratga olib qo'yish ham foydali, agar bunga ruxsat berilsa. Ayniqsa kafillik, qarz, ishonchnoma, uy-joy, meros, bank shartnomalari bo'yicha nusxa albatta kerak. Keyin nizo chiqsa, siz nimaga imzo qo'yganingizni ko'ra olasiz. 3-qo'yda tushunmagan so'zlaringizni yozib oling va so'rang. Masalan, tasarruf etish, undiruv, majburiyat, solidar javobgarlik, voz kechish, hadya, kafil, vakolat, da'vo qilmaslik kabi so'zlar oddiy odamga murakkab tuyulishi mumkin. Bu uyat emas, aksincha. Savol berish sizni himoya qiladi. Men doim aytaman. Savol bergan odam bir marta noqulay bo'lishi mumkin. Savol bermagan odam yillab muammo ko'rishi mumkin. 4-qo'yda ishonchnomani faqat aniq maqsad uchun bering. Agar faqat pensiyani olish kerak bo'lsa, faqat pensiyani olish vakolati yozilsin. Agar faqat bitta hujjatni topshirish kerak bo'lsa, faqat shu harakat yozilsin. Barcha ishlarni bajarish, barcha mol-mulkni tasarruf etish. Pul mablag'larini olish va boshqarish kabi keng iboralardan ehtiyot bo'ling. Muddatini ham cheklang. Masalan, 1 oy, 3 oy yoki zarur muddat. Cheksiz yoki juda uzoq muddatli ishonchnoma xavfni oshiradi. 5-qo'yda. Kafillikdan oldin qarz oluvchining to'lov qobiliyatini hisoblang. U oyga qancha topadi, qancha xarajati bor, oldingi kreditlari bormi, to'lov kechiksa kim to'laydi? Agar siz o'zingiz shu qarzni to'lashga tayyor bo'lmasangiz. Kafil bo'lmang, chunki eng yomon holatda qarz sizning bo'yningizga tushishi mumkin.
u albatta to'laydi degan umid huquqiy kafolat emas. 6-qo'yda uy-joy hujjatlarida mustaqil maslahat oling. Notariusga borishdan oldin yurist bilan gaplashing. Kadastr hujjatlarini ko'rsating. Shartnoma turini tushuning. Oldi sotdimi, hadyami, vasiyatnomami, umrbod ta'minlash shartnomasimi, ijara yoki foydalanish huquqimi? Bularning har biri boshqa oqibat beradi. Masalan, vasiyatnoma odam vafotidan keyin kuchga kiradi va uni ayrim hollarda o'zgartirish mumkin. Hadya esa hozirning o'zida mulkni boshqa odamga o'tkazishi mumkin. Mana shu farqni bilish juda muhim. 7-qo'yda merosdan voz kechish arizasiga juda ehtiyot bo'ling. Ba'zan pensionerga sizga baribir kerak emas, ukangizga o'tkazib beramiz, keyin bo'lib olamiz deyishadi. Merosdan voz kechish keyinchalik qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar meros masalasi bo'lsa, mulk qiymatini, ulushingizni boshqa merosxo'rlarni va muddatlarni tushunmasdan imzo qo'ymang. 8-qo'yda. Agar imzo qo'yib bo'lgan bo'lsangiz va endi shubha tug'ilsa, vaqtni yo'qotmang. Hujjat nusxasini toping. Qaysi tashkilotda imzo qo'ygan bo'lsangiz, o'sha joyga yozma ravishda murojaat qiling. Agar ishonchnoma bo'lsa, uni bekor qilish imkoniyatini notariusdan so'rang. Agar bank shartnomasi bo'lsa, bankka ariza yozib, shartnoma nusxasini, qarzdorlik holatini, xizmatlar ro'yxatini so'rang. Agar firibgarlik alomatlari bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. 9-qo'yda arizani og'zaki emas yozma bering. Masalan, bankka borsangiz, menga mening nomimdan tuzilgan barcha shartnomalar, kreditlar, kafillik majburiyatlari va pulli xizmatlar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Mahalla yoki ijtimoiy organlarga borsangiz, men imzo qo'ygan ariza va qaror nusxalarini berishingizni so'rayman deb yozing. Notariusga borsangiz, mening nomimdan rasmiylashtirilgan ishonchnoma yoki shartnoma nusxasini berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. 10-qo'yda oilangiz bilan oldindan kelishib bo'ling. Farzandlaringizga ayting, men hech qanday kreditga kafil bo'lmayman, uyimni shoshilinch o'tkazmayman, bo'sh qog'ozga imzo qo'ymayman, har qanday hujjatni avval o'qiyman. Bu gapni oldindan aytsangiz, keyin bosim kamayadi. Bu ishonchsizlik emas, bu o'zini himoya qilish. Aqlli farzand buni to'g'ri tushunadi. Yana bir muhim maslahat. Pensionerning bank kartasi va PIN kodini boshqa odamga bermang. Agar farzandingiz sizga yordam bersa ham, kartani to'liq nazorat qilishni unga topshirish xavfli. PIN kod, SMS kod, mobil ilova paroli hech kimga aytilmaydi. Agar pensiyani olib kelish zarur bo'lsa, qonuniy va aniq tartibda rasmiylashtirilgan. Tor doiradagi ishonchnoma bo'lsin. Lekin karta va kodni berish boshqacha xavf tug'diradi. Pul qachon, qayerda, qancha yechilganini keyin isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Agar sizga bu qog'ozga imzo qo'ysangiz, davlatdan katta pul olasiz. Kompensatsiya chiqadi, sizga sovg'a bor. Pensionerlarga maxsus dastur deyishsa, albatta tekshiring. Rasmiy tashkilot nomi, manzili, telefon raqami, hujjatning asosi. Ariza mazmuni aniq bo'lishi kerak. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Ular chiroyli gapiradi, shoshiradi, sir saqlashni so'raydi. Hech kimga aytmang deydi. Rasmiy ishda yashirinlik bo'lmaydi. Men pensionerlarga oddiy 3 daqiqa qoidasini tavsiya qilaman. 1-daqiqa hujjatning nomini o'qing. 2-daqiqa hujjat sizga nima majburiyat yuklayotganini aniqlang. 3-daqiqa men buni uyga olib borib o'qib, keyin imzo qo'ysam bo'ladimi deb so'rang. Agar yo'q, faqat hozir deyishsa, aynan shu joyda to'xtang. Muhim hujjat shoshilinch imzolanmaydi. Bugungi eng asosiy gapim shuki, pensionerlar tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Ayniqsa ishonchnoma, kafillik, qarz tilxati, uy-joy hujjati, merosdan voz kechish, davom yo'q degan ariza va bo'sh joylar bor blankalardan juda ehtiyot bo'ling. Har bir imzo huquqiy oqibat tug'diradi. Siz savol berishga, o'qishga, nusxa olishga, maslahatlashishga va shoshmaslikka haqlisiz. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday vaziyatga duch kelganmi? Pensionerlar eng ko'p qaysi hujjatda aldanmoqda deb o'ylaysiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, bu bobolaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bitta ogohlantirish kimningdir pensiyasini, uyini va tinch hayotini saqlab qolishi mumkin.